Bo'lsa endi bo'lishi mumkin emas akalar. Mashinani hech narsasi yo'q. O'ynab ustozga ham farqi. Ha! Xudosa navbatdagi arendamasimizdan yetib keldi. Hozir buni chiroyli ma'lumotlarni jallaganimizdan olamiz. Ustozga ham farqi yo'q-da bu. Ha! Eshik ochilmaydi. Eshik ochilmaydi-ku ham. Nima bo'ldi bunga? Ashurilganda. Nimalagan? Ya sizga ham 4 ta bilan aylansa bo'l, haydab kelaverasiz. Biz kelishuvdik-ku. Endi evakuatorlar qimmat aytib-beryapti-da. Xudosa bu mashinamiz haqida bitta chiroyli ma'lumotlarni bersangiz. Albatta, ayollarning ochkisi. Ha. Mashina baraka topib oldimda. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa bu mashinchamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan oltin DTP bo'lgan mashina. Shu holatida $2000 oldik, 24 million so'mga oldik. Shunaqa DTP bo'lgan qattiq urib yonib ketgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Hisob bergan $100 hadya